Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Abduqodir Husanovga G-lik sovg'a qilindi. O'zbekiston terma jamoasi va Angliyaning Manchester City klubi futbolchisi Abduqodir Husanovga Mercedes-Benz Gelandewagen rusumli avtomashina sovg'a qilishdi. Futbolchi 17-mart kuni O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionati saralash uchrashuvlari doirasidagi Qirg'iz Respublikasi va Eronga qarshi uchrashuvlarda ishtirok etish uchun Toshkentga yetib keldi. Shundan keyin himoyachiga narxi taxminan $350,000 turadigan avtomobilni sovg'a qilishgani haqida video va fotolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, asli qozog'istonlik o'zbek futbol funksioneri Ulug'bek Asanbayev qimmatbaho avtomobilni may oyida oila qurishni mo'ljallayotgan Husanovga to'yona qilgan. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoalar fan klubi raisi va bloger Abdurahmon Fozilovning xabar berishicha, Husanov Jahon chempionati saralash doirasidagi 25-mart kuni bo'lib o'tadigan Eronga qarshi bahsdan keyin Angliyaga qaytib ketadi. Uning Tehrondan Manchesterga xavfsiz qaytishi uchun shaharliklar rahbariyati Eronga samolyot jo'natadi, deydi Abdurahmon Fozilov. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash uchrashuvlari uchun 17-mart kuni yig'inga kirishdi. Oq bo'rilar 20-mart kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Qirg'iz Respublikasiga qarshi maydonga tushsa, 25-mart kuni Tehrondagi Ozodiy stadionida Eron bilan o'ynaydi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.